Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan aviakassa Aviyasarxon xodim Jahongirjonman. Bugun 2-aprel 2025-yil aeroport Pulkovadamiz. Sankt-Peterburg Termiz yo'nalishi bo'yicha registratsiyamiz boshlangan. Xudo xolasa passajirlarimiz chiroyli qilib o'tkazib, kuzatib qo'yamiz. Xudoga shukr. Bemalol telefon raqamlarimizga bog'langan holda biletlarni xarid qilaverasizlar. Chiroyli qilib o'tkazib, kuzatib qo'yaveramiz. Xudo xolasa. Keyin hurmatli yurtdoshlar, mana shu mendagi 3 ta raqam. Bironta kassa bilan men sherikali bo'lib ishlamayman. Kimnidir kassasining nomida Jahongir ismli bo'lsa, hammasi menga tegishli deganimiz. Menda Aviyasarxon tamom bo'ldi. Shuning uchun nomerlarimizga bog'lanib, nomerlarni saqlanib qilib kelaverasizlar. Xizmatimiz qo'limizdan kelgancha yordamlar qilamiz. Qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib o'tkazib, kuzatib qo'yaveramiz. Faqat nomerlarimiz orqali bog'lanib bilet xarid qilinglar o'rtoqlar. Bironta bilan biz sherikali bo'lib ishlamaganmiz, ishlamaymiz. Aldanib qolmanglar, xizmatdamiz.